O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi hamda Yuksalish harakati hamkorligida Yakkasaroy tumanidagi Dilbuloq mahallasi fuqarolari uchun sayyor qabul o'tkazildi. Fuqarolarning savollari notariat sohasiga oid bo'lib, ularga huquqiy tushuntirish va maslahatlar berildi. Notariuslardan huquqiy maslahat kuni aksiyasi 2 kundan buyon O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasining hududiy boshqarmalari tomonidan mahallalar kesimida sayyor qabul tarzida o'tkazilishi ta'minlanmoqda. Maqsad fuqarolarning sohadagi muammolariga yechim berish. Aholiga bevosita joylarga chiqib, ularning notarial sohaga oid muammolarini ko'proq o'rganib, ularga huquqiy maslahat berish, ularda mavjud muammolar bo'yicha amaliy yordam berish kerak bo'lsa, murojaatlarni o'rganib chiqib, amaliy hal qilish masalasida ham ularga yordam berish asosiy maqsad qilib olingan. Asosiy muammolar meros masalasida, uy-joyning oldi-sotdi rasmiylashtirish bo'yicha ularning kadastr hujjatlarida mavjud muammolar, vasiyatnomalar berish tartibi, shuningdek boshqa notarial harakatlar bo'yicha ham savollar bo'lib o'tyapti. Bu yerda hozir dastlabki ma'lumot o'rganiladi. O'rganilgandan keyin bevosita qaysi notariusning idorasiga borib, kelgusida amaliy qanday hal qilish mumkinligi to'g'risida tegishli tavsiyalar beriladi fuqarolarga. Dilfuza Hasanova ham ushbu qabulda mutaxassislarga yaqinining meros masalasi bilan bog'liq muammosiga yechim izladi. Sayyor qabuliga men bugun keldim. Eng yaqin dugonamning masalasi bo'yicha edi. Uy-joy masalasining hajjasi bo'yicha. Dugonamning onasi qizlariga uylarini hajja qilgan ekanlar. Shu hajjani bekor qilsam bo'ladimi? Siz so'rab bering dedilar. Keldim, bekor qilish bo'lar ekan va uni tartiblari, qachon nima qilishligini tartib bilan bizga javob berishdi. Bu masala bo'yicha notarius xodimi o'sha hajja qilingan joyga borib, men shu hajjani bekor qilmoqchiman desalar, uni qilsa bo'lar ekan. Sayyor qabul davomida 10 dan ortiq murojaatlar ijobiy o'rganildi. Vaqt talab qiladiganlari esa palata tomonidan nazoratga olinishi va kelgusida ularga ham huquqiy yechim berilishi aytildi. Gulijon Oralieva, Bobur Dadaboyev, Sherzod